To'pir aka, men bor uzr, akam kelib qoldi, burilishda tursam aka. Ya unaqasi ketmaydi aka, endi birga ketamiz, to'g'ri tushunasiz. Ketib qo'yapman, uzr men bor. Qo'yapman emas aka, men o'yoqdan sizni deb kelyapman. Aka gaz tariflar, bu gazini kim to'laydi? Yana bir ko'rishamiz aka. Ko'rishamiz. Ya aka, hozir ko'rishamiz, hozir ketamiz. Bo'lmasa mana shu 4 mingni berasiz, keyin ketaman. Yo'q aka, men chiqib ketib qolibman, bo'ldi, xabarlashaman. Orqangizdan yetib olaman. Aka, qanaqa mashinadasiz? Bo'lmasa chekara olib tursangiz ko'rishamiz. Meni ketgan gazini pulini bering, yonadigan minimalkani. Qancha gaz ketdi aka sizga hozir? Ha? Gap yo'q. Qancha gaz ketdi aka? 4 ming bilan yonadi, shu 4 mingni berasiz aka menga. Qanaqa 4 ming yonadi aka? U men oldimga kelsangiz qo'yiladi-yu, ustoz. Siz oldida kelyapmanmi, u yoqdan gaz tariflab, qayerga yetdingiz aka, qayerga boray? Yo'q, sizga qarang, odam yetganingizdan keyin qo'yiladimi? Ha, sizni oldiz qani, men chaqirib turib ketaveryapsiz. Aka, men kallangiz ishlating, qaysi kalla bilan siz bu ishni qilyapsiz? Hammani tirikchilikda yuribsizmi aka? Akangiz kelam, bo'lak kelam, hali dogovor qilib turib, hali orqaga siyish deyapti bu narsa aka. Ertalab odamni asabini buzib, "O, nariyani keldim oldingizga." Bo'lmasa taksida yurmay, sizga masakan taksi. Eshitdingizmi gapimni? To'pir aka, men bor uzr, akam kelib qoldi.